Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va yurtimiz ishqibozlari, biznes boshlagan aka-ukalarimizga. Xudo xolasa mana yana bitta 4 vallik avtomat reskamiz o'z egasiga chiqib ketish arafasiga tayyorlanyapti. Xudo xolasa 4 vallik reskamizni kraskalash jarayoni qolgan. Endi kraskalash jarayonlari bo'lyapti nasib bo'lsa, xudo xolasa kraskalayapmiz. Buni ham oldin akamiz o'zi stanok olgan Farg'ona Suv tumaniga, ya'niki Qirg'iziston ichidagi O'zbekiston Suv viloyatiga olgan edi. Endi Suv viloyatida stanoklarni qo'yib Rossiyaga ko'chirib olib ketaman degan maqsadda mana bunaqangi 4 vallik avtomat reskalarni zakaz qilgan. 25 dona qolib bilan xudo xolasa olib chiqib ketish jarayonlaridan ham video lavhalar qilamiz. Kuzatib tursanglar, obuna bo'lib, like bosib kuzatib tursanglar, xudo xolasa xo'p yuk chiqib ketayotgan videolardan ham qilamiz, xudo xolasa nasib bo'lsa. Bugun buni Farg'ona viloyatiga olib borib bersa, To'qqimonga ketadi. Yo'q, Rossiya davlatiga olib borib uстановка qilishadi nasib bo'lsa. Komplektimizga endi buni ichiga salafani ichiga xo'p, ustanoklarimiz bor, ruchnoy komplektlarimiz ham bu yerda. Mana bunaqangi qoliplari bilan 12 talik salafan yopib qo'yamiz qor yoqqanning hisobiga. Mishalga 12 talik qolip, xohlaganlarga 6 talik qoliplarimiz bor. Xo'p, 6 talik qolib degani ichida kasetalik tayyor g'ish bo'lib chiqadigan qoliplarimiz bor. Shunaqa qoliplarimiz ham bor xudo xolasa. Qaysi biridan kerak bo'ladigan bo'lsa, xo'p, 93 kodi bilan 750 63 63 telefon raqamlari, 91 kodi bilan 761 64 64 telefon raqamlari va 93 kodi bilan 705 45 84 telefon raqamlariga bemalol aloqa qilib ko'rasiz. Xohlasa mana bunaqangi 4 vallikmi 1 vallikmi avtomat reskalardan ham xudo xolasa yasab sizlarga o'rnatib beramiz. O'zimiz xudo xolasa ish jarayonlarini o'zimiz olib boramiz, o'zimiz uстановка qilamiz nasib bo'lsa. Shuni uстановка qilib ishlatib beramiz. Kimga shunaqangi xizmat beradigan ekrandagi nomerlarga ham bemalol murojaat qilaverasiz. Xudo xolasa podpiska bosib, obuna bo'lib, like bosib bizni kuzatib tursanglar, xudo xolasa bu chiqib ketgan jarayonlardan ham video lavhalar qilib siz aziz hamyurtlarimiz va qo'shni davlatda bizni kuzatib borayotgan barcha akalarimizga taqdim etamiz nasib bo'lsa. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va yurtimiz ishqibozlari, biznes boshlayman degan aka-ukalarimizga xudo xolasa mana bizneslarimizdan 2026-yilga biznes qilaman degan aka-ukalarimizga gazoblok bizneslarimiz. Bu yerda xo'p, gazoblok relsni qoliplarimiz, g'ildiraylar qo'yilmagan, o'zlari qo'yib olishadi. Rossiyaga olib ketishyapti buni. 25 dona qolipi bilan Suv viloyatidan olib ketishadi xohlasa. Hozir Farg'onaga yetib kelganmiz. Xo'p, Farg'onadan yuklab beramiz. Bu yerdan Farg'onadan Suvga olib ketishadi. Suvdan keyin Rossiyaga olib ketishadi. Nasib bo'lsa 25 dona relsni qolipimiz bor bu yerda. Xo'p, akamiz oldin stanok olganimizdan mishalga yana qoliplari bor o'zida, avtomat reskasi yo'q edi, xolos ruchnoy ishlatishgandi. Endi nasib qilib Rossiyaga olib ketishyapti ishlatgani. Mana bunaqangi 4 vallik avtomatli reskalar bilan birgalikda. Hozir ikkita mashinada Farg'ona Vodilga tashlagan kelganmiz yukimizni. Farg'ona Vodilga tashlab, xudo xolasa qaytamiz. Suvga o'tib, suvdan yog'ga keyin Rossiyaga olib ketishadi. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. 4 vallik avtomat reska, 1 vallik avtomat reska, pol avtomat, ruchnoy, polniy avtomat, 6 talik gazoblok stanok qolib, gipsoblok stanok qoliplarni ham bemalol yetkazib olib borib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lgan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa sifatli qilib olib borib berishga harakatini qilamiz. Nomerlarimiz og'zaki aytadigan bo'lsa 93 kodi bilan 750 63 63 telefon raqamlari, 91 kodi bilan 761 64 64, 93 kodi bilan 705 45 84 telefon raqamlariga bemalol murojaat qilaverasizlar. Sifatli qilib olib borib uстановка qilib berish harakatini qilamiz. Hamma bilan yaxshilikda ko'rishamiz.